Amerikadagi Kengash palata a'zolari Uyg'urlarni ishlashga zo'rlagan deb ayblangan shirkatni tekshirishni talab qildi. Yangi Jersey shtatining Kengash palata a'zosi Bob Menendez, Florida Kengash palata a'zosi Marco Rubio va Oregon shtatining Kengash palata a'zosi Jeff Merkley Amerikadagi oila texnika ishlab chiqaruvchisi Hammobab elektron shirkatiga maktub avatdi. Mazkur shirkatning Sharqi Turkistonda tuzgan kelishimiga asosan Uyg'urlarni ishlashga majburlaganligi to'g'risida ayblashlarning borligini bayon qilgan Kengash palata a'zolari bu shirkatning tekshirilishi kerakligini ta'kidladi. Xitoyning Hindiston bilan talash tortish bo'lgan chegara rayoniga harbiy mudofaani kuchaytirish uchun 100 dan ortiq uzun musofirlik خوۋىتزېر supisi ئەۋەتكەنلىكى o'tirib qo'yildi. Janubiy Xitoy atdiganlik gazetining armiyaga yaqin manbalarni naql keltirib bergan xabariga qaraganda, Xitoy Xalq ozodlik armiyasi Hindiston armiyasining ikki davlat chegarasiga M777 tipliq yenik tipdagi خوۋىتزېر o'rinlashtirganligiga qarata yuqori o'rinlashtirishini qilgan. Rossiya, Taliban va rayon davlatlaridan kelgan vakillar o'migini bir yerga jam qilgan Afg'oniston temisidagi yig'in Moskvada oxirlashdi. Suhbat jarayonida Talibanlar hokimiyatni qo'lga olgandan keyin Afg'onistondagi siyosiy, harbiy va insonparvarlik vaziyati muzokara qilindi. Yig'inga Rossiya, Xitoy, Pokiston, Eron, Hindiston va O'rta Osiyo davlatlari bilan birga Taliban vakillar o'migi qatnashdi. Xitoy davlat mudofaa ministrligi Amerikani Janubiy dengiz atrofidagi suv va havo bo'shlig'iga harbiy kuch avatmaslik haqida ogohlantirdi. Amerikaning yadro suv osti paraxtining Janubiy dengizda yuz bergan voqea to'g'risida bayonot berishni talab qilgan Xitoy davlat mudofaa ministrligi Amerikaning suv osti paraxti suv ostidan noma'lum jism bilan so'qilib ketdi degan bayonotining qanoatlanarlik emasligini o'tirib qo'ydi. Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkilotining bosh kotibi Jens Stoltenberg Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkiloti bilan Rossiyaning diplomatlarni qo'g'lab chiqarish va ishg'ollarni taqash qaroridan keyin bu ittifoqning yanada Rossiya bilan suhbatlashishga ochiq ekanligini aytdi. 9-oyda Xitoydagi turalg'i uy bahosi tubanlab 6 yildan buyon tunji qatim chekinish ko'rildi. Xitoy davlatlik istatistika idorasining chorshanba kunidagi sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, hukumat to'liqlama bergan uyni hisobga olmaganda, Xitoyning 70 shahridagi yangi uy bahosi oldingi oydagiga solishtirganda 0.8% tubanlab, 2015-yili 4-oydan buyon tunji qatim tubanlagan. Uyg'urlarga sistemlik irqiy qirg'inchilik elib berayotgan Xitoyning 2022-yillik qishloq olimpik musobaqasiga sohibxonlik qilishi dunyo miqyosida norozilik uchirmoqda. 20 oktyabr Anqarada Dunyo Uyg'ur qurultiyi fondi, Sharqi Turkiston tadqiqot fondi jamiyati va Uyg'ur akademiyasi fondi tarafidan Beijing qishloq olimpik tanharakat musobaqasini boyqut qilish va axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Faoliyatga İYİ partiyasi, Kelajak partiyasi va Buyuk Birlik partiyasining vakillari qatnashdi.